iloji boricha plyus qizil bilan nolda qora bilan o'rasangiz uzagi adashmaysiz. Shu holatda kontrollerimda hozir to'k bor va kontrollerim ishchi holatda. Qozonni qo'shsam kontrollerim yonishi kerak. Yonida, demak ishchi holatda o'tdi. Ikkinchi qiladigan ishim nima? Demak, albatta bizda nima bor? Input va input kirish. Demak, kontrollerni ham kirishini aktivlashtira olishimiz kerak. Nima qilamiz uchun? Demak, bitta 0 berib qo'yamiz kontrollerga kirishiga shu. Mana buyoqdagi birinchi darsda aytgan bo'lsa, bitta 0 bilan bitta plyus qo'shilib bizga signal berish kerak. Demak, mana bitta 0 beramiz. Chiqish kerak. 0 beramiz. Shunda kontrollerimni kirishi faollashdi. Endi bunga bitta nima ulashim kerak bo'ladi? Knopka ulashim kerak bo'ladi. Knopka, mana ochiqda naqd ulaverish uchun. Demak, buning uchun knopkaga bitta plyusni olib olamiz, manbadan. Endi knopkani bitta oyog'iga va normal ochiq oyog'idan mana bu yerda normal ochiq bo'lgan edi. Agar normal yopiq bo'lganda, normal yopib qo'yadi. Tushunarli? Knopkani normal ochiq oyog'idan 0 nima uchun? Chunki 0 deb yozib qo'yganman. Shuning uchun kontrollerda ham 0 ilgan qayerdan bildim? Mana input. Shu bilan men hozir buni bossam, mana bu signal beradi. To'g'ri. Endi nima qoldi bizning ishimiz? Chiqishlarni o'ylashimiz. Chiqishlarimizni qanday o'ylaymiz? Xo'p. Значит, bittani beraman. 0 bilan plyus. Bo'ldi. Shu bilan chiqishlarim faol ishlaydi. Mana endi chiqishlarimning hammasini mana bu segmentni mana bu yonish kerak. Hozir bizga shu segmentim mana shu. Demak, bu yonish uchun mana A ga, B ga, C ga, D ga, E, F, G larga har biriga dot pointga bittadan pinlarni ulab chiqishim kerak. U0'da, U01'da, U12ni va hokazo ulab chiqishim kerak. Endi buni U00'da nimadan boshlayman? A'dan boshlayman. A Buradan teskari qo'ysak, bu yerda to'g'ri qoladi. Agar bu yerda to'g'ri, bu yerda teskari ulasak, dot pointdan boshlab teskarisiga ulasak, bu yerda to'g'ri bo'ladi. Demak, o'zlari uchun bu bor. Endi mana bu segmentchan ishlash uchun bunga ham nima bitta manba berib qo'yishim kerak bo'ladi. 100 va bitta 100. Demak, bu hozir buni ichiga yozilgan eski dastur bo'yicha qanaqadir g'alati narsalar chiqadi. Chunki svetofor uchun yozilgan. Shuning uchun svetoforni nima ikkita qilib almashib ishlaydi. Endi bunga nima qilamiz? O'zimiz yozgan dasturni yuklaymiz.